Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, hatto hozir yoshman, pensiyaga hali bor deb yurganlarga ham bevosita taalluqli masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, ko'pchilik orasida endi hamma pensiya ololmas ekan, ishlagan bo'lsang ham pensiya chiqmas ekan, pensiya jamg'armasi izoh berdi degan gaplar tarqaldi. Odamlar xavotirda men ertaga pensiyasiz qolib ketmaymanmi? Onam yoki otamning pensiyasiga ta'sir qilmaydimi? Norasmiy ishlagan yillarim kuyib ketmaydimi? Men bugun shu savollarga oddiy tilda, aniq misollar bilan javob beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta e'tiborsizlik kelajakda millionlab so'm pensiyadan mahrum qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim mavzularni doim xalq tushunadigan tilda izohlab boraman. Men birinchi navbatda eng asosiy narsani aytib qo'yaman. Pensiya degani shunchaki yoshga yetgan odamga avtomatik beriladigan pul emas. Pensiya tizimida mehnat staji, rasmiy ish, sug'urta badallari, ish haqi miqdori, hujjatlar, elektron bazadagi ma'lumotlar kabi omillar katta ahamiyatga ega. Ko'pchilik muammo aynan shu joyda boshlanadi. Avvallari odamlar ko'p narsani mehnat daftarchasi orqali isbot qilardi. Ya'ni siz qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, ishga kirgan va chiqqan sanangiz qanday bo'lgan. Bularning bari qog'oz mehnat daftarchasida ko'rsatilgan bo'lardi. Agar daftarchada yozib bo'lsa, odam ko'pincha xotirjam yurardi. Mana stajim bor deb. Lekin hozir tizim asta-sekin elektronlashdi. Pensiya tayinlashda faqat og'zaki gap yoki uyda saqlanayotgan eski qog'oz yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lishi, ish beruvchi tomonidan rasmiy topshirilgan bo'lishi, soliq va ijtimoiy to'lovlar izlari ko'rinishi kerak. Mana shu o'zgarish odamlar orasida katta tushunmovchilik keltirib chiqaryapti. Pensiya bo'lmaydi degan gapni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bu hech kim pensiya olmaydi degani emas. Aslida gap shundaki, agar odamning zarur mehnat staji bo'lmasa, rasmiy ishlagan davrlari tasdiqlanmasa yoki hujjatlar to'g'ri bo'lmasa, u to'liq pensiya olishda muammoga duch kelishi mumkin. Ba'zi hollarda pensiya miqdori juda kam chiqadi, ba'zi hollarda esa yoshga doir nafaqa masalasi ko'riladi. Farq katta. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa. Masalan, odam 25 yil mehnat qildim deb o'ylaydi. Lekin shuning 12 yili bozorda norasmiy savdo qilgan, 5 yili qurilishda og'zaki kelishuv bilan ishlagan, 3 yili firma bor bo'lsa ham ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. Natijada elektron tizimda atiga 5 yil rasmiy staj ko'rinadi. Odam hayron. Men axir ishlaganman-ku. Ha, ishlagan. Lekin pensiya tizim uchun ishlaganlikni hujjat va to'lovlar bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Men hozir eng muhim savolga javob beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda uzoq yillar norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, ustachilik qilgan, qurilishda yurgan, dehqonchilik qilgan, bozorda savdo qilgan, taksichilik qilgan, uyda tikuvchilik qilgan, lekin patent, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish yoki rasmiy ish shartnomasi orqali tizimga kiritilmagan bo'lsa, pensiya staji masalasida muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa, korxonada ishlagan, lekin ish beruvchi rasmiy hujjatlarni to'g'ri yuritmagan odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 10 yil bir korxonada ishlaydi. Maoshini naqd oladi, hammasi joyida deyishadi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, u odam rasmiy shtatda umuman bo'lmagan yoki minimal oylik bilan ko'rsatilgan. Natijada pensiya hisoblanadigan bazada real daromad emas. Juda past raqamlar turadi. Uchinchi toifa, mehnat daftarchadagi yozuvlari xato, muhrlari noaniq, buyruq raqamlari noto'g'ri, tashkilot nomi o'zgargan yoki arxivga topshirilmagan odamlar. Masalan, 1996 yildan 2004 yilgacha ishlagan deb yozilgan, lekin ishga qabul qilish buyrug'i yo'q. Ishdan bo'shash buyrug'i topilmaydi. Korxona allaqachon tugatilgan. Shunda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar qo'shimcha tasdiq hujjatlarini so'rashi mumkin. 4-toifa chet elda ishlaganlar. Masalan, odam Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada yoki boshqa davlatda 10 yil ishlagan. Agar bu ish davrlari xalqaro kelishuvlar, rasmiy badallar ish staji tasdig'i bilan tartibga solinmagan bo'lsa, O'zbekistonda pensiya hisoblashda hammasi avtomatik qo'shilib ketadi deb o'ylash xato. Har bir davlat bilan tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerak. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz rasmiy ish shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz.
O'ylingiz bank kartaga tushsa, ish beruvchi siz uchun barcha hisobotlarni topshirayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ish joyingiz ko'rinib turgan bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir men xotirjamman deb tekshirmasdan yurish to'g'ri emas. Chunki ba'zan ish beruvchi maoshining bir qismini rasmiy, bir qismini konvertda beradi. Rasmiy qism pensiya hisobida ko'rinadi. Konvertdagi pul esa kelajakdagi pensiyangizga xizmat qilmaydi. Birinchi misol Dilshod aka 6 yoshga yaqinlashyapti. U 1990-yillarda zavodda 8 yil ishlagan, keyin 15 yil bozorda savdo qilgan, oxirgi 7 yil qo'riqchi bo'lib ishlagan. O'zi hisoblaydi. 8 plus 15 7 plus jami 3 yil mehnat qilganman. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ladi. Zavoddagi taksilning hujjatlari arxivida bor. Qo'riqchilikdagi 7 yil rasmiy ko'rinadi. Lekin bozordagi 15 yil hech qayerda qayd etilmagan. Demak, pensiya tizimi uchun 10 yil emas, 15 yil tasdiqlangan staj bo'lishi mumkin. Mana shu farq pensiya miqdoriga juda katta ta'sir qiladi. Ikkinchi misol, Malika opa 25 yil maktabda ishlagan. Har oy maoshi rasmiy tushgan. Mehnat daftarchasi ham, elektron bazasi ham bor. Bunday holatda u kishining pensiya tayinlash jarayoni nisbatan oson kechadi. Lekin masalan, 1992-yildagi familiya o'zgarishi nikoh sababli bo'lgan bo'lsa, hujjatlarda eski familiya va yangi familiya bog'lanishi kerak. Nikoh guvohnomasi bo'lmasa yoki ism familiyada bitta harf farq qilsa ham tizimda ortiqcha savol chiqishi mumkin. Uchinchi misol, Sardor ismli yigit 35 yoshda. U pensiyaga hali 25 yil bor. Menga nima farqi bor deb o'ylaydi. Lekin u hozir 10 yil davomida norasmiy ishlab qo'ysa, 25-6 yoshga kelganda aynan shu yillar yetishmay qoladi. Pensiya masalasi pensiya yoshiga kelganda boshlanmaydi. Pensiya masalasi birinchi ish kuningizdan boshlanadi. Bugun qanday ishlayotgan bo'lsangiz, ertangi pensiyangiz shunga qarab shakllanadi. 4-misol, bir ayol uyda bolalar tarbiyasi bilan band bo'lgan. Keyin turmush o'rtog'i bilan dehqonchilik qilgan. Keyin esa o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. Bu yerda ham har bir davr alohida ko'riladi. Bola parvarishi davri ayrim shartlar bilan stajga qo'shilishi mumkin. Lekin hammasi cheksiz va avtomatik qo'shilmaydi. O'zini o'zi band qilgan davr ham tegishli tartibda qayd etilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun uyda o'tgan yillarim hammasi staj bo'ladi yoki dehqonchilik qilganman. Demak, staj bor deb o'ylash xavfli. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya yoshiga yetishning o'zi yetarli emas. Erkak kishi yoki ayol kishi belgilangan yoshga yetgani bilan zarur mehnat staji va hujjatlar masalasi alohida tekshiriladi. Yosh bu faqat bitta shart. Pensiya miqdori esa staj va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Ish haqi qancha yuqori rasmiy ko'rsatilsa, kelajakdagi pensiya hisob-kitobiga shuncha ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda faqat katta oylik olgan odam katta pensiya oladi deb soddalashtirmayman. Chunki pensiya hisoblash tartibida turli cheklovlar, koeffitsiyentlar, bazaviy miqdorlar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy mantiq shuki, rasmiy daromad yashirilsa, kelajakdagi ijtimoiy himoya ham pasayadi. Bugun konvertda olingan pul yoqimli ko'rinadi, lekin ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ish beruvchining hammasi rasmiy degan gapga ishonib yurish yetarli emas. Siz o'zingiz tekshirishingiz kerak. Elektron mehnat daftarchasi, soliq hisobotlari, MyBog.gov.uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ish joyingiz va stajingiz aks etayotganini ko'rish muhim. Chunki keyin 20 yil o'tib ish beruvchini topolmaysiz. Korxona yopilgan bo'ladi. Direktor almashgan bo'ladi. Hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Bugun tekshirish osonroq, ertaga isbotlash qiyinroq. 4-nozik jihat arxiv hujjatlari. Ayniqsa 1990-yillar. 2000-yillar boshida ishlagan fuqarolarda bu muammo ko'p uchraydi. Korxona yopilgan, kolxoz yoki shirkat tugatilgan, tashkilotnom bir necha marta o'zgargan, hujjatlar tuman arxiviga yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz o'sha yillarda ishlagan bo'lsangiz, pensiya yoshiga yetishni kutmang. Hozirdan arxiv ma'lumotnomasini olishga harakat qiling. Chunki arxivda izlash vaqt oladi. Ba'zan qo'shimcha so'rov, eski buyruq daftarlarini ko'rish, ish haqi vedomoslarini tekshirish kerak bo'ladi. 5-nozik jihat. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana xatolari. Bir qarashda mayda xato. Bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayev, bir joyda Matluba, boshqa joyda Matluba his deb yozilgan. Lekin pensiya tayinlashda bu mayda xatolar katta to'siqqa aylanishi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargani
Ajrimdan keyin eski familiyaga qaytgani. Pasport almashgani sababli hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat, ishlamagan davrlarning hammasi stajga kirmaydi. Ko'pchilik men oilada band bo'lganman, kasal qaraganman, dehqonchilik qilganman. Demak, stajga kiradi deb o'ylaydi. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan shartlar asosida hisobga olinishi mumkin, ayrimlar esa olinmasligi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironligi bo'lgan farzand yoki qarindosh parvarishi kabi masalalarda alohida qoidalar bo'ladi. Lekin buning uchun ham tasdiqlovchi hujjat kerak. Mahalla biladi yoki qo'shnilar guvoh degan gap har doim yetarli bo'lavermaydi. 7-chi nozik jihat, minimal staj va to'liq pensiya tushunchalari. Odam pensiya yoshiga yetganda zarur minimal staj bo'lsa, unga pensiya tayinlanishi mumkin, lekin staj kam bo'lsa, miqdori ham past bo'lishi ehtimoli bor. Agar umuman zarur talablar bajarilmasa, pensiya emas, ijtimoiy nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Bu ikki tushunchani aralashtirmaslik kerak. Pensiya odatda mehnat va sug'urta tamoyillariga bog'liq, nafaqa esa ijtimoiy yordam xarakteriga ega. 8-chi nozik jihat, fermer xo'jaligi, oilaviy tadbirkorlik, yakka tartibdagi tadbirkorlik. Agar siz men tadbirkorman desangiz, bu o'z-o'zidan pensiya staji to'liq yig'ilyapti degani emas. Ro'yxatdan o'tganmisiz? To'lovlarni amalga oshiryapsizmi? Faoliyatingiz qanday qayd etilgan? Bular muhim. Ayrimlar yillar davomida savdo qiladi, lekin na patent, na ITT, na o'zini o'zi band qilish bor. Keyin men 20 yil ishlabman dedi. Ha, mehnat qilgan, lekin tizimda bu mehnat iz qoldirmagan bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, stajingizni tekshiring. Elektron hukumat portallari, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining tegishli bo'limlari orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat faoliyati ma'lumotlari qanday ko'rinayotganini bilib oling. Hali vaqt bor demang. Ayniqsa, kirding yoshdan oshgan bo'lsangiz, buni albatta qiling. Evin yoshdan oshganlar esa kechiktirmasligi kerak. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana buyruq raqamlari. Tashkilot nomi, muhrlar aniqmi, yozuvlar o'qiladimi, familiyangiz to'g'rimi? Shularni tekshiring. Agar daftarchada xira muhr, tushunarsiz yozuv noto'g'ri sana bo'lsa, hozirning o'zida aniqlik kiriting. Hali korxona faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan tuzatish yoki tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish osonroq. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjat yig'ing. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Sizga ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi to'langanligi haqida vedomost yoki ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda taxminiy ishlagan yillaringizni, tashkilot nomini, lavozimingizni, joylashgan hududini aniq yozing. Masalan, 1997 yil mart oyidan 2003 yil avgust oyigacha falon shirkat xo'jaligida mexanizator bo'lib ishlaganman deb yozish kerak. Qancha aniq yozsangiz, topish shuncha oson bo'ladi. 4-qadam, rasmiy ishlayotganingizni tasdiqlang. Agar bugun biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, elektron tizimga kiritilmaganini so'rang. Oyligingizning rasmiy qismi qancha ko'rsatilayotganini biling. Agar sizga 5 million so'm berilsa-yu, rasmiy hujjatda 20 million so'm ko'rsatilsa, kelajakdagi pensiya va boshqa ijtimoiy kafolatlar bo'yicha siz zarar ko'rishingiz mumkin. 5-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, qonuniy shaklga o'ting. Agar ustachilik qilsangiz, taksi qilsangiz, uyda xizmat ko'rsatsangiz, tikuvchilik, repettorlik, sartaroshlik, hunarmandchilik yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullansangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllar sizga mos keladimi? Tekshiring. Bu faqat soliq masalasi emas, bu sizning kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz masalasi. 6-qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari. Ish haqi haqida ma'lumotnomalar alohida papkada saqlansin. Ayollar uchun familiya o'zgarishlarini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Bir hujjatdagi familiya boshqasiga bog'lanmasa, ortiqcha yugur boshlanadi. 7-qadam. Pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, bir necha yil oldin boring. Masalan, mening stajim bo'yicha qanday muammolar ko'rinadi? Qaysi yillar tasdiqlanmagan? Qaysi hujjatlarni olib kelishim kerak?
deb so'rang. Mutaxassislar sizga yo'nalish beradi. Agar rad javobi bo'lsa ham yozma javob so'rang. Chunki yozma javobda aynan nima yetishmayotgani ko'rsatiladi. 8-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki gap havoda qoladi. Davlat xizmatlari markazi arxiv ish beruvchi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ariza raqamini, sanasini, javob muddatini saqlang. Agar keyin nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Men borgandim, aytishgandi degan gapdan ko'ra ariza nusxasi va rasmiy javob kuchliroq. 9-qadam. Yoshlarni ham ogohlantiring. Bu mavzu faqat ota-onalar uchun emas. 20-30 yoshdagi yigit-qizlar bugun norasmiy ishlasa, ertaga pensiya masalasida qiynaladi. Har bir oila farzandiga rasmiy ish shartnomang bormi? Mehnat faoliyating tizimda ko'rinyaptimi? Oyliging to'liq rasmiy tushyaptimi? Degan savollarni berish kerak. Bu uyat emas, bu moliyaviy savodxonlik. 10-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga darrov ishonmang. Hamma pensiyasiz qoladi. Endi pensiya berilmaydi. Falon kundan keyin hammasi bekor kabi sarlavhalar ko'pincha odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Har doim rasmiy izohlarni, qonunchilikdagi amaldagi tartibni, pensiya jamg'armasi yoki davlat organlarining ma'lumotlarini tekshiring. Lekin buning teskarisi ham noto'g'ri. Bularning hammasi mish-mish deb beparvo bo'lib yurish ham xavfli. To'g'ri yo'l vahimaga tushmaslik, lekin hujjatlarni tekshirish. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida eng katta xato vaqtni bo'y berishdir. Odam pensiya yoshiga yetadi, keyin hujjat qidirishni boshlaydi. Arxivga boradi, korxona topilmaydi, direktor vafot etgan, buxgalter ketgan, hujjat yo'q, yozuv xato. Shunda asab, vaqt, pul ketadi. Agar shu ishlar 5-10 yil oldin boshlanganida ancha oson hal bo'lardi. Yana bir muhim maslahat, agar siz ish beruvchi bo'lsangiz, xodimlaringizni rasmiylashtiring. Bu faqat xodim uchun emas, siz uchun ham himoya. Ertaga mehnat nizosi chiqsa, baxtsiz hodisa bo'lsa, tekshiruv bo'lsa, norasmiy ish sizga katta muammo olib keladi. Xodimni rasmiylashtirish, maoshni to'g'ri ko'rsatish, hisobotlarni vaqtida topshirish jamiyatdagi ishonchni ham oshiradi. Agar siz hozir pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, quyidagi papkani tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi asl nusxasi va nusxasi, diplom yoki o'qish davri bo'yicha hujjatlar, harbiy xizmat hujjati, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Qaysi hujjat sizga kerak bo'lishi aniq vaziyatga bog'liq, lekin bularni tartibga solib qo'ysangiz, jarayon ancha yengillashadi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, pensiya bo'lmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Gap hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Gap shundaki, rasmiy staj, to'g'ri hujjat, elektron bazadagi ma'lumot va qonuniy mehnat faoliyati bo'lmasa, pensiya tayinlashda yoki uning miqdorini hisoblashda jiddiy muammolar chiqishi mumkin. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlari joyida, staji tasdiqlangan bo'lsa, u vahimaga tushmasligi kerak. Kim norasmiy ishlagan, hujjatlari chalkash, eski ish joylari yopilgan bo'lsa, u hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizdan iltimos qilaman, bu mavzuni beparvo qoldirmang. Bugun stajingizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Ota-onangizning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Farzandlaringizga rasmiy ishlashning ahamiyatini tushuntiring. Bu faqat pensiya masalasi emas. Bu kelajakdagi barqarorlik masalasi. Sizning hududingizda pensiya hujjatlari bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Stajingiz elektron bazada to'g'ri ko'rinyaptimi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun oddiy ko'ringani bilan ertaga bir oilaning katta muammosini oldindan hal qilib berishi mumkin.